Quyoshda qolgan suvni ichmang. Issiqda plastik idishda qolgan suv siz o'ylagandan ko'ra xavfliroq. Bunday suvning nafaqat ta'mi buziladi, balki salomatlik uchun ham jiddiy xavf tug'diradi. Plastik butilkalar odatda PET, polietilen tereftalat materialdan tayyorlanadi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, quyosh nuri va yuqori harorat ta'sirida PET idishlardan antimon, surma kabi zararli kimyoviy moddalar suvga ajralib chiqishi mumkin. Antimon bu plastik ishlab chiqarishda ishlatiladigan kimyoviy modda bo'lib, uzoq muddat iste'mol qilinganda saraton xavfini oshirishi mumkin. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, agar siz boshqa turdagi plastik idishlardan, masalan, polikarbonat foydalansangiz, ular tarkibida BPA, bisfenol A bo'lishi mumkin. BPA esa inson organizmida gormonlar muvozanatini buzadi, ya'ni endokrin tizimga zarar yetkazadi. Bu moddalar hatto kichik miqdorda bo'lsa ham, bolalar va homilador ayollar uchun ayniqsa xavfli hisoblanadi. Quyidagi tavsiyalarga amal qiling. Suvni har doim soya joyda saqlang. Qizigan plastikdagi suvni ichmang. Shisha yoki BPA free belgili idishlardan foydalaning. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Bu ma'lumotni boshqalar bilan ham bo'lishing. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.